Ko'pchilik Muhammad Salahning Liverpooldan ketishini hissiyotlar bilan qabul qilmoqda. Shuning uchun ham bu vaziyatga boshqa rakursdan baho bergilari kelmayapti. Bu vaziyat Liverpoolga foydali bo'lishi mumkin. Negaligini tushuntirib beraman. Siz esa kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bir paytlar klubning erkatoyi sifatida klubga kelgan Salah qisqa vaqt ichida klubdan yuqori mavqega erishishini orzu ham qilmagan chog'i. Ha, bu arzirli tarix do'stlar. Yana 10 yildan keyin farzandingizga Salah Liverpoolga qanday qilib ligani yutishiga yordam berganini, 8 mavsumlik ajoyib o'yinini va rekordlarini faxr bilan aytishingizga arziydigan tarix. Lekin afsuski bu futbol. Endi savolga qaytsak, bir tarafdan Salahning ketishi klubga foyda keltirishi mumkin. Yo'q, o'yin tomonlama emas, aslo moddiy tomondan. Chunki Salah klubda APLdagi eng ko'p maosh oladigan futbolchi va uni zaxiraga o'tirg'izib katta maoshni berish klub qadriyatlariga va klubning faoliyatiga sezilarli ta'sir o'tkazadi. Va bundan tashqari muxlislar ham sezib turibdiki, Salah yo'q o'yinlarda Liverpool ko'proq yaxshi o'ynagan, ko'proq gollar urgan va ko'proq ochko yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Lekin bu tasodif bo'lishi ham mumkin, chunki Salah Afrika Kubogi uchun ketganida ham jamoa sezilarli juda katta o'zgarish bo'lmadi. Shunday ekan barcha Salah demasligi kundek ravshan. Salah dramatik bo'lishi mumkin, lekin men uchun Slotning o'yinchilar bilan qanchalik yomon munosabat qilayotganini ko'rish qiyin emas va ko'pchilik muxlislar buning qanchalik yomon ekanligini allaqachon bilishgan. Nafaqat Salah, balki butun boshli hujum chizig'i bilan munosabati yaxshi emas uning. Umid qilamizki, mas'ullar bunga e'tibor berishadi va Liverpoolning keyingi qadami Salah uchun mavsum oxirigacha liga yo'lagida qolish hamda Liverpool uchun keyingi uzoq yillik o'rinbosarni topish bo'ladi. Mana endi rostmanasiga 2010-yillarning global yulduzlar davri tugash arafasida. Nima bo'lganda ham hammasi uchun rahmat senga.